Menga ham to'lab olgan qarzga oyligim chiqqanda beraman jo'ra. Bo'pti bu. Boburga beraman, sizlar beringlar 70 ming. Jo'ra menga qarz berib tur. Nimaga? Elektr aksiyasidan foydalanib qolay. Qara, yangi uch hamma narsa 119 ming ekan. Qolgan hamma narsa 99 ming ekan. Ha, bo'pti, beraman. Qachon berasan? 2 kunda beraman, oyligim chiqsa beraman. Qara lekin Bobur. Yo, beraman jo'ra. Berasan? Ha, bo'pti, ol. Chapan kasdim shundan nimasi Bobur, 2 kunda qaytaraman degansan, ha? Qaytaraman jo'ra, aniq qaytaraman. Bobur 2 kunga deb pul olgan deyman-da. Jo'ra 2 oy bo'lyapti, hali bermadi. Ezvording bor, 2 oydan beri ezvording. Men ko'ylagingni yechib beraymi buni ham? Ichimdagini ham yechib beraymi? Savob bergansan. Yechib beraymi? Uyga borib yechib beraman. Shunday demoqchimisan? Shunday demoqchimisan? Shantajlik qilib pulingni so'ramoqchimisan? Men o'zimni pulimni so'rayman, bergan pulimni, Bobur. Sen shantajlik qilyapsan. Bergan bo'lsang berding. Xo'p, nima qilay? Yechib beraymi? Yo, tavba, pul so'raganda muloyimgina balaydi-ku. Chapan kasdim shundan nimasi yomon Video bir hamkorligida tayyorlandi. Siz bu to'pov janglar hamda matchlar to'g'rilamingizni aniqlab, ular orqali mo'maygina daromad ishlab topishingiz mumkin. Ushbu videoning kommentariyasidagi sssilkasi ostida kiring yoki yangi registratsiya qilayotib UzOne promo kodini kiritib o'ting va ilk depositingiz uchun $500 bonusga ega bo'ling. Nafas bo'ldi. Birinchi kelishlaringmi? Qayerdan keldinglar? Uydan keldik. Qo'yardimi? Yaxshimi? Bu tabiiy janoblar qandoq davoladingiz? Newton qonuni 2 jism bir-biriga ishqalanish ta'sirida mo'jiza hosil bo'ladi. Yaxshimi? Nima bo'lyapti? Ichim qotgan yurmayapti. Iching qotgan yurmayapti. Yuridimi? Yuridimi? Yurdi. Ha, otam. Tuvalet qayerda? Tuvalet chapdan. Ha, otam. Ha, otam. Nima bo'lyapti? U shal bu latoydan topdik mana. Latoydan topdingizda? Olib ichgan-ku bu, chiqarib tashlab. Ey bella. Sen mashinliksan, bilasanmi? Nimaga odamlar aldab pulini olib davoladim deb tursan, iflos. Shuncha odamlar davolab, dardiga shifo topayotganim men aybimmi? Ha? Mashinik bo'ldimdan-da. Odamlar doktorlarga boryapti, lekin dardiga davo topayotgani yo'q. Men oldimga kelyapti, shifo topib ketyapti odamlar. Shu men aybimmi? Ayting qani, men aybimmi? Xo'p, koronavirusda qayerda aytingsan shuncha odam o'lib ketdi? Unda to'y sezoni eti to'yga chiqib yurgandim. Bu kim nima ko'zi qisiq? Bular Xitoydan kelgan biznesmen. Bor pulimni olib keldim. Biznesmen bo'lib ketishim kerak, tushundingizmi? Aldamaydim ish qilib. Bular aytayapti, otangga ishonmasang ham Xitoyliga ishon deyapti. Tovarga pul tiksiz, kelgandan keyin 2 barobar foyda qilasiz deyapti. Malades, zo'r odam ekan. Aldagan 3 ta harf lekin. Tintuva aldagan 3 ta harf. Hojin yo'q kut. Nima dedi? Ha, bular aytayapti, tovari ko't deyapti. Ha, kutamiz. Rahmat. Boringlarga shukr. Assinasina chiuto.
Nima dedingiz deyapti? Bilmayman, senga o'xshab gapirdim-da, tushunaman dedim. Ko'zini qisganini qara buni. Tovar keldi. Assalomu alaykum. Namuncha 1 yildan beri kutaman aka. Yo'lda muammo bo'ldi, tamoshini bilasiz-ku. Ha, keldimi tovar? Tovarlarni olib keldim. Bir oling. Nima bu? Siz aka sizga tovarlar emas. 20 ming dollarga shu keldimi? Shuna qimmat. Bu nima bu? Bu masajnik-ku, o'zingiz boshingizga mamnun. Bo'ldi. Bu nima bu? Spetkaningizda shamollatadi. Men shunaqasini aytganmidim. Bu barqi bu. Bu Xitoyniki. Bu nima bu tapichka? Bu dushga kirganingizda kerak bo'ladi, damashnik tapichka. Men kimga sotaman buni kirgi bu? Kinayimga berasiz. Kiyilgan-ku bu, maladoy. Kiyilgan-ku bu. Bu nima bu? Ya buni Stanok anaqaga olishga. qani buni olishi yo'qmi? Olib kelib beraman, olib kelib beraman. Bu nima bu? Olversa-shim shumi? Kimga sotaman buni? Bu nima bu? Bu nima bu? Kiyilgan-ku, kiyilgan-ku. Nima qilding pulimni? Sifatli narsalar olib kelganman, bari Xitoydan keldi bularni. Xitoylik qani? Xitoylik Koreya, Xitoyda. Olversa-shimlar, unisex shortular. Shorti nech pul? 4000 dollar. 4000 dollar? Anima? Va to'xtama, Xitoyda 20 ming dollarga olganman. Ha. Ha, qo'shni musor sotib o'tiribsizmi? Qanaqa musor? Men Xitoyda 20 ming dollarga tovar zakaz qildim. 20 ming dollarga musor zakaz qildingizmi? Sanga nima? Qo'shni, shuncha pulingiz bor ekan, menga bir og'iz aytmaysizmi? Men siz dengiz konsaltingga olib borardim. Ular nima qiladi? Dengizga olib boradimi? Yo'q, ular sizga Xitoyga biznes tur qilib berishadi. O'z Xitoyga borib, kerakli tovarlarni zavod, fabrikalardan eng arzon narxlarda olib, ishonchli odamlarga jo'natib yuborardingiz. Ammo Xitoyda qanday yashayman? Hech kimim yo'q-ku. Siz unisidan xavotir olmang. Buning ichida mehmonxona xizmati, transfer xizmati, gid xizmati, sug'urtasi ham bor. Kerak bo'lsa, sizni biznesingizni rivoji uchun biznes trening ham o'tib berishadi. Mashhurlar bilan ishlab kam bo'lmadi, mana mashina, uy-joy hammasini qilib oldim. Ha, Jo'rajon, keladi-da ishlar. Qayerga ham boradi? Xitoy bizaniki, nima qiladi o'zi? Hozir bilmaysiz. Nima qiladi dedi? Mana 3 ta qarashni qara. 3 ta qarashni qara. Ha, sen Xitoylik eding-ku, ko'zing qisiq-ku, nima qanday ochildi bu? O'zbekistonga kelib ko'zi ochildi lekin. Yo'q, shunaqa bo'ldimi? Endi men bilan yursin-da akasi. Qayerga? Boshqa qirralarni ham ochib kelaman hozir.